Mehmondorchilik qilayotganingizda barakali bir tog'ora chiqadigan salat tayyorlaymiz. 1 kilo tovuq filesini suvda pishirib olganimizdan keyin qo'limizda shunaqa ochib chiqamiz va uni ustidan 15 ta tuxumni suvda pishirib olib, xuddi shu videoda ko'rsatgandek qilib to'g'rab olasizlar. Katta qilib to'g'rasanglar, shunaqa chiroyli chiqadi. Mayda qilib qo'ymanglar, tuxumni to'rga bo'lasizlar, yarmini yana to'rga bo'lasizlar, xuddi videoda ko'rsatilgandek. Va bodringlarni ham xuddi shunaqa kattaroq shaklda to'g'rab olamiz. 5-6 ta bodring to'g'rasanglar yetadi. Men 6 ta bodring foydalandim. Xuddi shunaqa qilib to'g'rab bodringlarni ham soldim. Uni ustidan bo'lsa bitta bog' salat bayini xuddi shunaqa qilib to'g'rab soldim. Agar qo'lingizda uzib solsanglar ham bo'ladi, lekin bir xilda chiroyli chiqishini xohlasanglar, pichoqda shunaqa bir xil qilib kesganinglar yaxshiroq bo'ladi. Salat bayini ham to'g'rab olganimizdan keyin ustidan jo'xori va mayonezni tabga ko'ra, agar ko'proq mayonez xohlasanglar 5-6 qoshiq, kamroq xohlasanglar 4-5 qoshiq mayonez solib aralashtirib olasizlar. Salatingiz juda ham to'yimli va juda ham chiroyli chiqadi. Mehmonlarni oldiga tortishga juda ham zo'r salat. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.